1997 yılı 5 fevralda Şarkı Türkistan'ın Gulji şehrida tinish shaklda namoyish qilib, haq huquqlarini talab qilgan Uyg'ur yoshlari Xitoy harbiy soqchilarining qonliq bostirishiga uchragan edi. Rasmiy ma'lumotlarga asoslanganda, bu voqeada oz deganda 5000 kishi tutqun qilingan, yuzlarcha Uyg'ur yosh shahid qilingan. Bugun 5 fevral qirg'inchiligining xotir kuni munosabati bilan Istanbul boshchiligida nurg'un shaharda shahidlarni xotirlash kechasi faoliyatlari o'tkazildi. Şarkı Türkistan Uçur Merkezi'nin reisi Abdul Qarqash bu haqda bayonot e'lon qilib, Gulji qirg'inchiligi va boshqa barliq qatliam va tutqunlarning bosh jinoyatchisi Xitoy Kommunist partiyasidir dedi. U Xitoy doiralarining bu xil terrorlik voqealarini bugunmi ilib berayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy hukumatı bo'libmi yaqinqi yillardan buyon kishilarni sotlamasdan o'lim jazosi bermoqda. Hali ham minglagan yoshlarni qatlam qilishni davomlashtirmoqda. Dünya Xitoyning bu rezil jinoyatlarga sukut qilmasligi kerak. U yana yaqinda Xotanda Uyg'ur bolalarga to'ng'iz go'shi yegizganligi haqida to'xtalib, Xitoyning Xotanga o'xshash Uyg'ur to'plashib o'ltiraqlashgan bir joyda 24 tak cho'shqi go'shi setish va tarqitish markazi qurishi Uyg'urlarga qarshi diniy bostirish va assimilyatsiyaning bir parchasidir. Xitoyning bu xil siyosatlari Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan bu bostirishlarning qanchalik vahimalik ekanligini ko'rsatib bermoqda dedi. Taxminan 5 milyondek eshak bilan dunyo eshak soni jihatda 3-o'rinda turadigan Pokiston Xitoyga dora va jelatina ishlab chiqarish uchun eshak sotmoqchi. Pokiston taratqullarining xabar qilishicha, ikki davlat eshak savdosi haqida kelishim imzolagan. Xususan, Xaybar Paxtunxo o'lkasida chorvachilik doiralari eksport qilish uchun chorvachilik maydonlari quriydi va dastlabki 3 yilda 80 ming eshak sotadi. Bu rayonda chet el mablag' solg'uvchilarining va Xitoylarning muassasa qurishiga ruxsat qilinadi. Xitoy va O'zbekiston fuqarolarining o'zaro qonunsiz ko'chishini tashkillagan bir jinoyat shaykisi qo'lga tushgan. Xabar qilinishicha, 31 yanvar ilib berilgan bir harakatda Chimkent shahrida 73 nafar Xitoy va 137 nafar o'zbek qo'lga olingan. İchki ishlar ministrligi tashqi munosabatlar bo'limining mas'uli Almas Sudabiyev bu haqda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Qo'lga ilingan Xitoy fuqarolari almashib uchish orqali Qozog'iston ziminiga kelgan. Orqadan ularning qonunsiz holda bu yerda qolib qolganligi aniqlandi. Hozir davlatimizning qo'g'lab chiqarilishi muzokara qilinmoqda dedi. Rasmiy ziyorat qilish uchun Qirg'izistonga kelgan Rossiya tashqi ishlar ministri harbiy baza qurish haqida rasmiy talab kelmaganligini bildirdi. Lavrov Rossiyaning Qirg'izistonning janubida harbiy baza qurish plani haqida so'ralganda, Qirg'izistondan bu haqda rasmiy talab olmadik. Bu masalani ular qaror berdi, lekin qirg'iz do'stlarimiz bilan har turli bexatarlik teminlarini muzokara qilishga tayyormiz dedi.